Balajonlarim to'qib kelib bo'lmasa ham hamyonbop masalliqlarda ko'rinishi ham, mazasi ham qimmat pishiriqlarda osongina desert tayyorlashni o'rgataman. 100 gram saryog'ni xona haroratida yumshatishga qo'yib qo'yamiz. Qozonchaga 150 gram shakar, 50 gram un, 2 ta tuxum qo'shib, yaxshilab aralashtirib, 400 gram smetana solib, yana aralashtirib, o'rta olovga qo'yib, qaynab chiqquncha tez aralashtirib turamiz. Keyin qozonchani muzday suv solingan idishga solib, aralashtirib, sovutib olamiz. Ustiga plyonkani tegizib, yopib qo'yamiz. Orada oddiy xohlagan shokoladli pechenyeni yaxshilab maydalab olib, 120 gram eritilgan saryog', 1 osh qoshiq sut solib, 3dan 1 qismini olib qo'yib, qolipga solib, presslab, xolodilnikka qotguncha qo'yib turamiz. Yumshab qolgan saryog'ga 2 choy qoshiq vanilniy shakar solib, mikserda yaxshilab oqarguncha ko'pirtirib olamiz. Qozonchadagi massani bitta mikser qilib olib, ko'pirtirilgan saryog'ga oz-ozdan qo'shib, yana ko'pirtirib olamiz. Qolipimizda solib, tekislab, ustini poyiga olib qo'yilgan maydalangan pechenye bilan qoplab olib, 4-5 soat muzlatishga, qotirishga qo'yib qo'yamiz. Bir valda mehmonni daragini eshitib qolganinglarda, kechqurun tayyorlab xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar, ertasiga mehmonlaringiz tarankani tozalab yeb qo'yadi. Juda mazali, yengil pishiriq tayyordi. Bay, bitta qilib yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Juda mazali. Bolajonlarim jigari yoqtirmaydiganlar ham yaxshi ko'rib qoladigan qilib juda mazali pishirish usulini o'rgataman. Jigari tozalab, shu ko'rinishda to'g'rab qo'yib, to'yimli va mazali bo'lishi uchun kartoshkalarni ham chiroyli qilib to'g'rab olib, bitta sovuq suvda chayib olib, yog'da qovurilib pishgunicha, kartoshkani yana ham mazali qilish uchun yumshatilgan saryog'ga maydalangan ukrop, chesnok va tuz solib, yaxshilab aralashtirib, kartoshkalarni issiqligida ustiga solib aralashtirib olamiz. To'g'ralgan jigarga qovurishdan oldin yaxshilab maydalangan zira, kashni churug'i, paprika va tuz solib, ustalari qirsildoq bo'lishi uchun panirovkaga ozroq un, tuz solib aralashtirib, jigarlarni biylab olib, o'rta olovda qizigan yog'da 1-2 daqiqa qovurib olamiz. Pishmaydi deb o'ylamanglar, jigar juda ham tez pishadi. Ko'p qovursanglar qotib qoladi. Shunaqa pishirsanglar, ustlari qirsillab, ichlari yumshoqqina, suvlikkina bo'lib pishadi. Ishtahanglar ochilib, video yoqqan bo'lsa, bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman. Bay, ustlari qisir, ichlari suvlikkina, juda mazali. Bolajonlarim, Napoleonni shunaqa kremlari oqib turadigan, og'izda eriydigan shokoladligini o'rgataman. 400 gram saryog' yoki margaringa to'la 2 piyola un, 1 piyola kakao solib, yaxshilab uqalab olamiz. Bitta tuxumga piyola to'lguncha suv, 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiq 9% uksus solib, unli massaga qo'shib xamir qorib olamiz. Keyin 8 bo'lakka bo'lib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Krema uchun 800 gram issiq shonkaga 6 qoshiq kakao, 200 gram saryog'ni eritib solib, yaxshilab aralashtirib krem qilib olamiz. Singan xamirlarni ozroqdan unlab yoyib, 200 gradus qizdirilgan duxovkada birin-ketin pishirib olamiz. Kakaoli Napoleon xamirini baland ishib chiqishini kutmaylar. Kremni shunaqa ayamasdan surib, oxirgi qavatini maydalab, ustiga sepib olamiz. Buni qaranglar, shokoladxo'rlarning ishtihasini ochib yubordimmi? O'zimni to'xtatolmasdan taxirdorimni ichib olib, bittasini yeb oldim. Bismillah. Bay, shunaqa mayin og'zimga tushishi bilan erib ketyapti. Juda mazali. Bolajonlarim, xamirlar yupqagina, qisir, do'mbillab chiqadigan gumma tayyorlashni o'rgataman. 1 litr 250 ml issiq suvga 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq o'zim ishongan pariman drojasi, 1,5 osh qoshiq shakar, 1,5 kilo un solib, juda ham yumshoq qilib qo'lga yopishadigan xamir qilamiz. Buni o'rab, oshirishga olib qo'yamiz. Qiymasiga bitta qo'yni o'pkasi, 2 ta yurak, 2 ta qora talon, qaynab turgan suvga solib, ko'piklar chiqqandan keyin bitta choy olib, yana toza suvga tuz solib, 15-20 minut qaynatib pishirib olamiz. Mazali bo'lishi uchun men 200 gram qo'y yog'ini ham qaynatib oldim. Hamma masalliqlarni va 3 ta piyozni go'sht qiymaligichdan o'tkazib olib, 150 gram maydalangan guruchni, ta'bga ko'ra tuz, murch, paprika solib aralashtirib olamiz. Xamirdan zuvalachalar yasab olib, tingunicha qiymaga shunaqa shakl berib olamiz. Chaqqon tugib olib, qizib turgan yog'da pishirib olamiz. O'zim gumba
yaxshi ko'rganim uchun sizlar bilan retseptini bo'lishkim keldi. Mehnatimga bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman bolajonlarim. Hay, mana hidlarini. Bismillah. Ustilari qiziltog', ichlari yumshoqqina, juda mazali. Bolajonlarim, bugun osongina bananli juda mazali pankekchalar tayyorlaymiz. Bitta tuxumni 2 osh qoshiq shakar bilan aralashtirib olib, 1 stakon sut, 25 gram eritilgan sariyog', 1 chimdim tuz, 200 gram un, 1 choy qoshiq razrihitel solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 3 bananni shu ko'rinishda to'g'rab olib, tavoylarga qancha ketsa o'shanchasini xamirga yaxshilab bulg'ab olib, past olovda qizigan tovada 3-4 daqiqa u yoq bu yog'ini aylantirib, qopqog'ini yopib, dimlab pishirib olamiz. Ustini xohishingizga qarab, har xil mevalar yoki eritilgan shokolad bilan bezasanglar bo'ladi. Bolajonlarim, men hozir ta'tilga chiqib sizlarni juda sog'inib qoldim. Men sog'ingan bo'lsanglar bitta yurakchan bosib ketinglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar juda xursand bo'laman. Shirin so'zlaringlarni sog'indim. Shunaqa yoqimli, yumshoqqina, juda mazali. Men ham qilib ko'rdim, o'xshab chiqdi. Internetda mashhur bo'lib ketgan, bo'mbillab chiqadigan o'sha yaponcha pankekni o'zim pishirib ko'rgan usulda sizlarga ham o'rgataman. 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olib, sarig'iga 75 gram sut, 1 chimdim tuz, 3 gram razrihitel, vanilin, 75 gram un solib aralashtirib olamiz. Oqiga 75 gram shakar, 1 chimdim limon kislotasini solib ko'pirtirishni boshlaymiz. Boshida sekinroq, keyin tezlashtirib, yaxshilab qotguncha ko'pirtirib olamiz. Sariq massamizga oqidan ozgina qo'shib suyultirib olib, keyin hammasini birga ohistalik bilan aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni konditer qopchasiga solib, tovamizni yengil yog'lab olib, pankeklarni shakli chiroyli chiqish uchun pergament qog'ozidan qolipchalar yasab oldim. Qolipchalar past olovda qizigan tovaga qo'yib olib, ichiga masalliqdan to'ldirib olmasdan sovolamiz. Chunki pishayotganda ishadi. Chetlariga ozgina suv solib, qopqog'ini yopib past olovga dimlab qo'yamiz. 3-4 minutdan keyin o'girib, yana pishguncha dimlab qo'yamiz. Orada 100 gram shokoladga 30 gram sariyog', 2 osh qoshiq sut solib, aralashtirib eritib olamiz. Pankeklar ham ko'rib turganinglardek ichlarigacha pishib, paxtada yumshoq bo'lib chiqar ekan. Xohlaganingizcha o'zingizlar bezatsanglar bo'ladi. Shunaqa yumshoq, ipayday mayin, juda mazali. Shu muzqaymoqlarni o'zim tayyorladim. Uy sharoitida tabiiy, ortiqcha qo'shimchalarsiz osongina juda mazali muzqaymoq tayyorlaymiz. 800 millilitr yolliqqina yoki 6% sutga 200 gram shakar solib, yaxshilab aralashtirib, 8-10 daqiqa qaynatib olamiz. 1 piyola sutga 2 choy qoshiq kraxmal, ozgina valerin solib aralashtirib, qaynab turgan sutga qo'shib, ozgina qaynatib qo'yamiz. Issiqligida 70 gram sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib, sovigandan keyin muzxonaga 5 soatga qo'yib qo'yamiz. Men shokoladli ham qildim. Buning uchun kraxmalni o'rniga 3-4 qoshiq kakao solib, xuddi birinchi usuldagi tayyorlab, buni ham muzxonaga 5 soatga qo'yib qo'yamiz. Hammani muzxonasi har xil juda qattiq yaxlab ketish kerak emas. Yarim chala qotgandan keyin yaxshilab blender qilib, yana muzxonaga yaxshilab qotguncha qo'yib qo'yamiz. Bolajonlaringizga kimyoviy qo'shimchalarsiz shunaqa tabiiy marojnilardan qilib beringlar. Osongina ham arzonga tushar ekan. O'zingizlar xohlagancha shunaqa bezatib yesanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman. Juda mazali. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Hachapuri retseptini ko'rsataman. 1 stakon sut, 1 choy qoshiq pariman dro'rshasi, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, bitta tuxum, yarim kilo un solib, xamir qorib olib, 1,5 osh qoshiq yog' solib, xamirni yaxshilab mushlab oshirishga olib qo'yamiz. Oshgandan keyin 3 bo'lakka bo'lib olib, ozgina yoyib olib, ichiga qirg'ichdan chiqarilgan sir solib, yaxshilab tugib olib, 1 santimetr qalinlikda yoyib olib, vilkani yengil urib olib, ustiga tuxumni sarig'ini surib olib, yana ozgina sir sepib, 200 gradusda usti qizarguncha chiroyli qilib pishirib olamiz. Ishib, ustilari qisir bo'lib, sirlari cho'zilib, ishtaha ochadigan bo'lib chiqar ekan. Bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman bolajonlarim. Ustilari qisir, ichlari yumshoq, juda mazali.
Bolajonlar, mendagi buvijonlar tayyorlasam, o'xshab chiqadigan xurasam tayyorlashni o'rgataman. Bir stakon yog' solingan suv, 200 ml sut, 1 choy qoshiq tuz, 25 gram pariman xamir turishi, 100 gram shakar, 1 kilo un solib xamir qorib, 70 gram saryoni xamir orasiga mushlab yedirib yuboramiz. 1 soatga muzxonada tindirib qo'yamiz. 500 gram saryoni pergament qog'oz orasiga qo'yib, to'rt burchak shaklda yoyib olamiz. Xamirni shu ko'rinishda yoyib olib, o'rtasiga saryoni qo'yib, shu ko'rinishda taxlab, yopib 45 sm uzunlikda yoyib, yana 2 marta taxlab, xonaga 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Uni yana 45 sm uzunlikda yoyib, oxirgi marta yana shunaqa taxlab, yarim soatga muzxonada tindirib qo'yamiz. Xamirni shunaqa qilib yoyib olib, 450 dan o'lchab, shunaqa shaklda kesib olamiz. Sal cho'zib o'rab olib, oshirishga bir pas qo'yib qo'yamiz. Ustiga tuxumni sarig'iga suv aralashtirib sepib olamiz. 180 gradusda chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. Ichiga solishga men shunaqa quyuqqina zgishonkadan foydalandim. Bu jonelarni qilgan xurasani sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta yurakdan bosib ketinglar. Bismillah. Bay. Ustilari qarsido, ichlari yumshoq. Saryoni hidlari, ta'mi shundoq kelib turibdi. Juda mazali.